ishlayapman. Kuch yo'q. Imkoniyat darajasi chegaralangan. Bel ushab qolgan. Bu shu darajada o'zimga ishonib, shu darajada ishlashing kerak degan narsa miyaga o'rnashib qolganki, dam olgan vaqtida surunkali charchoqni oldin olgan deydigan odam bo'lmadi. Lekin o'sha asosiy sabab ayniqsa o'sha belni ushab meni yiqitgan narsa o'sha surunkali charchoq bo'lgan ekan. Xullas, men aytmoqchiman bu voqea bilan, albatta surunkali charchoqni darajasigacha olib bormaylar. Manaman degan odamni yiqitadi surunkali charchoq. Bu xronический усталость deydi. Bel og'rig'i, grija, protruziya, osteoxondroz, bu narsa bilan men uzoqdan paytdan beri ishlayman. Lekin buni ko'pchilik kelayotgan 99% odamda men xronический усталость ko'ryapman. Buni yo'qotmaguningizcha hech qanaqangi grija, protruziyani yo'qotishga imkoni bo'lmaydi. U battar yana chiqib kelaveradi, battar bo'lib. Operatsiya qildirasizlarmi? Kimga borishingizdan qat'iy nazar xronический усталость oldini olmaguningizcha, kerakli muolajalarni olib, kerakli maslahat tavsiyalarni olmaguncha bu narsani davolash qiyin. Men bu sohaning ichida уже 15 yildan beraman. Shu narsani sizlarga aytib qo'ymoqchi edim. Agar kimda protruziya, osteoxondroz, grija, xronический усталость bo'ladigan bo'lsa, bemalol qabulga yozilishingiz mumkin bo'ladi.